Assalomu alaykum tizim foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan Edo tizimining kiruvchi hujjatlarni ro'yxatga olishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, uning uchun yangi hujjat ro'yxatga olish bosiladi. Kiruvchi hujjat. Masalan, aytaylik, sizning qo'lingizga qog'oz shaklida keldi va uni tizimga kiritishingiz zarur. Aytaylik, bu tashkilot yo'q, umuman tizimda yo'q, lekin siz kirim qilib uni jurnalingizga yuritishingiz kerak. Tashkilot qo'shish bosiladi. Uni o'zbekcha, ruscha hamma nomini yozib yuboramiz. Masalan, aytaylik, test tashkilot deylik buni. Bu yerga tashkilot nomi yoziladi. Saqlash. Mana yuboruvchilarga tizimda yo'q tashkilotlarni ko'rayotgandagi qo'shib olamiz. Hujjat turi. Masalan, xat bu. Yulduzcha bilan belgilanganlari bu majburiy maydonlar hisoblanadi. Majburiy maydonlar bular hammasi. Xo'p, keyin yetkazilish usuli qanaqa? Bu to'g'ridan to'g'ri qog'ozda kelgan. Mana ro'yxatga olish jurnalni kiruvchi hujjat. Hujjat nomi bo'lsa yozamiz. Yuqori organ topshirig'i bo'lsa yozamiz, bo'lmasa yozmaymiz. Masalasi ham sizga majburiy maydon emas. Tanlaymiz. Kirish raqamimiz avtomat bermoqda. Jurnalning raqami va tartib raqamini qo'yib beradi bu yerga. Avtomatlik uchun bizlarda yonmagan. Agar avtomat emas bo'lsa, siz o'zingizni jurnalingizda keyingi navbatdagi raqamni yozib qo'yasiz. Biz chiqish raqamini yozamiz. Bu xatda ko'rsatilgan chiqish raqami bo'ladi. Aytaylik 1 2 3 chiqish raqami berildi. Bunaqa raqam bilan qabul qilgan ekanmiz 45 65. Xo'p. Kiruvchi sana sizga kirib kelgan sana bu hisoblanadi. Chiquvchi sana tashkilotdan chiqib ketgan sana hisoblanadi. Sizga yuboruvchi tashkilotning sanasi. Qisqacha mazmun ham to'ldirish kerakli bo'lgan jarayon. Faylimizni oldindan tanlab qo'ysak bo'ladi. PDF fayl yuklanadi. Bu PDF fayl yuklanadi. Bu обязательно, lekin Word ham tanlasangiz, Word tanlansa, mana ko'rib turganingizdek, Word'imizni PDF shakliga olib keladi. Bu nima deyishingiz mumkin? Qisqacha mazmunga shu narsani qo'yib qo'ysak, tasdiqlash qisqacha mazmunimizga o'tib qoldi. Xo'p. Kim tomonidan imzolangan? Hujjatni kim imzolaganini yozamiz. Masalan, aytaylik, bu tashkilotda, xo'p, hozir 1 daqiqa. Aytaylik, bu tashkilotning chiquvchi hujjati va imzolagan shaxs Qurbanov bo'lib chiqyapti bu yerda. Shu odamning familiyasi yoziladi. Va ijrochi tomonga Murodova deb yoziladi va tel raqami yozib qo'yiladi. Mana kim tomonidan raisning familiya ismlarini yoziladi, ijrochi yoziladi, o'sha xatning ijrochisi va telefon raqami yoziladi. Usti xat uchun yuborish. Endi bu yerda bu masalani kim ko'rib turuvchi? Bizlarda rahbarimiz belgilanadi. Aytaylik, bu yerda Yoqubjonov ko'rib chiqadilar. Va to'g'ridan to'g'ri jo'natishimiz bor, shoshilinch bor, HDFUDSP bor. Xo'p, to'g'ridan to'g'riga hozir tushuntirmaymiz. Shoshilinch bu degani tezkor, bunga belgi tushadi, tezlik bilan ishlanish kerak. HDFUDSP bo'lsa, bu maxfiy hujjat bo'ladi. Faylimiz yuklandi, ilovasi bo'lsa, ilovalarni yuklaymiz, aloqador hujjatlar bo'lsa, aloqador hujjatlar tanlanadi va saqlash bosiladi. Xo'p, saqlash bosilganda ko'rib turganingizdek, qo'lda kiritganimiz uchun o'chirish tugmachasi bor. Siz rahbar tasdiqlamaguncha siz bu hujjatni xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, o'chirish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, yana qanaqa imkoniyatimiz bor? Ko'zchani bossak, biz bu yerga shaxsiy ma'lumotlarni qo'yish bor, ijrochini. Bu nimaga kerak? Boyagi ijrochi degan
bu nomni xuddi shu narsaga bu yerga ham qo'yib qo'yish mumkin. Keyingisi shtamp qo'yish. Bizlarga kerakli shtamp hozir. Mana tashkilot nomi, kirish raqami va qachon kirim qilgan sanasi tushadi shtampimizga. Bosamiz, bu yerda shtamp saqlash bor. Shtamp saqlanadi va bu hujjatga shtampimiz saqlanib qoldi. Xo'p, kirim qilishni ko'rdik. Endi to'g'ridan to'g'ri degan qanaqa bo'ladi deb aytishingiz mumkin. Masalan, yana devonxonamizga o'tamiz. Ro'yxatga olish, kiruvchi hujjatlar bosiladi. Va ko'rib turganingizdek to'g'ridan to'g'ri bosilganda xuddi shu narsa e'tibor bergan bo'lsangiz, xodim ustaxat uchun rahbarni tanlang o'rniga xodim chiqdi va shu xodimga jo'natish imkoniyatimiz bor. Jo'natiladi, u to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa rahbar tasdiqlamasdan to'g'ri ijrochiga tushishi mumkin. Shunaqa imkoniyat qilib berganmiz. Xo'p, endi aytaylik, sizga topshiriq keldi. Chiquvchi hujjat emas, topshiriq. Bu ro'yxatga olish uchun bo'limiga kelib tushadi. Uni bosamiz va ko'rib turganingizdek bizning topshirig'imiz bor. Ochamiz. Hujjatni tanishib chiqib, qisqacha mazmunlarni ko'rib chiqish imkoniyati bor, yuklab olish. Xo'p, dublikat nimaga kerak? Agar sizga e-xat yoki qog'oz orqali birinchi kelgan bo'lsa va uni siz kirim qilmoqchi bo'lsangiz, endi Edo tizimi orqali kelib qoldi sizga. Shunda siz dublikat bosasiz va o'sha payti qo'lda qabul qilgan hujjatingizda raqamini yozasiz. Aytaylik, boyagi raqam 123 yozasiz, ko'rayotganingizdek o'sha raqamni chiqarib beryapti. Siz kirim qilgan o'shani ustiga bosib saqlash bossangiz, dublikat bu ro'yxatga olish uchun kelgan hujjat yo'q bo'ladi va ikkalasi bitta maqomga o'tadi. Ko'rib turganimizdek, mana ro'yxatga olish uchun bossangiz, qayerlarni to'ldirilgan bo'lsa, o'sha joylari to'lib turibdi. Mana chiqish raqami, yozgan raqamlar kirim bo'lyapti. Chiquvchi, kiruvchi raqamlar hammasi ko'rsatilmoqda. Kim tomonidan imzolanganlarni o'zimiz kiritib chiqamiz. Xuddi shunaqa fayllarimiz ko'rib chiqamiz. Ustaxat uchun rahbarga yuborish bosiladi. Xuddi shunaqa o'zgarishsiz. Endi sizga dublikat qanday ishlashligini ko'rsatamiz. Dublikat boyagi raqam 123 enter bosamiz. Masalan, men bu raqam xuddi shu raqam deb qabul qilsak, bossak, saqlash bosiladi va ko'rib turganingizdek ro'yxatga olish hujjatlar ichida yo'q bo'lib qoldi. Xo'p, barcha hujjatlar bu nima? Sizning tashkilotingizga kelgan oldin, lekin siz qabul qilmagan hamma hujjatlar chiqib keladi. Aniq qidiruv bu aynan qaysi hujjatning nomerini yozsangiz, masalan aytaylik 120 degan hujjatni topmoqchisiz. Aniq qidiruvni yozsangiz, 120 yozsangiz, faqat 120 ni chiqarib beradi. Masalan, sizda 126, 120 12540 degan hujjatlaringiz mumkin. O'shalarni olib chiqib bermaydi. Faqat bitta hujjatni olib chiqib beradi. Qaysi raqamni yozgan bo'lsangiz. Bo'yicha filtringiz bor. Qanaqa hujjatligi, kiruvchi hujjatmi, chiquvchi hujjatmi, nazorat rejami, ustaxatmi, hammasi bor. Hujjat raqam bo'yicha qidirish bor va bu yerga qanaqadir qidiruv yozgan bo'lsangiz, tozalash qilish esingizdan chiqmasin.